Assalomu alaykum rahmatulloh aka. Sizni kim jo'natdi bu yerga? Kim jo'natdi? Qaysidir farzandlaringiz pul to'plab jo'natdimi? Ha, farzandlarim. So'rayapman. Ismingiz nima aka? Nasrulloh. Nasrulloh aka. Rossiyaning qayeridan keldingiz? Moskva Mitishidan. Mitishidan keldingiz. Qarang, hozir mana shu ekranni orqasida faraz qiling, shu yerda hozir mana farzandingiz turibdi-da, mana ekranning orqasida. Ana sizni Baytullohga jo'natgan farzandingiz. Endi mana qalbingizda baribir orzu niyatlaringiz, duolaringiz bo'ladi-da. Hozir mana Baytullohga qarab, rahmat tarnog'iga qarab bitta duo qiling shu farzandingizni. Ilohim, Xudovando farzandim meni hurmat qildi. Mandan qaytmasa, ilohim Xudodan qaytsin. Xudovando dunyoni barcha yaxshiliklarini barcha mo'min musulmonlarning farzandlariga, shular qatori o'zimni farzandimga ham tilayman. Xudovando barcha mo'min musulmonlarni Xudoning baytiga labbaykani aytib kelib, Xudoning baytini ziyorat qilish nasibi ro'za qilsin. Allohu akbar. Farzandingiz haqida ikki og'iz gapirib bering hojaga. Hay farzandim, shu farzandlar qatori musofir shaharda ishlaydi, o'qiydi. Farzandlar qatori emas aka. Shunaqa farzandlar bor, ota-onasini urgan farzandlarni ko'rgan. Yo'q, Xudo saqlasin. Siz shunday mana farzand tarbiya qilgan ekansiz, mana sizni qarang, qayerlarga jo'natyapti. Allohning baytiga jo'natyapti-da. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin farzandlaringizdan. Hamisha shunaqa, hatto shu darajada bo'lsin, o'zlarining zurriyotlaridan, ana shu farzandingiz zurriyotlaridan mana shunaqa sizga o'xshab, xuddi sizga xizmat qilyapti farzandingiz. Ularning zurriyotlari ham farzandingizga shunaqa xizmat qilsin. Hofizlari chiqarsin zurriyotinglardan, nevaralaringizdan. To qiyomat kunigacha La ilaha illalloh Muhammadan Rasululloh kalimasini aytib o'tadigan bandalardan chiqarsin. Baytullohda turib duo qilyapmiz. Bu yerda qilingan duolar ijobat bo'ladi. Qo'lingizni duoga oching. Shu sizning zurriyotingiz sizni mana jo'natibdi. Allohim shu zurriyotingizga o'zi rozi bo'lsin. Bu katta so'zda Alloh rozi bo'lsin degan. Chunki Alloh rozi bo'lsa, qolgan hamma narsasi bo'ladi. Albatta. Allohim shu musofirchilikda ishlab yuribdi-kan, musofirda yurgan, orzu qilgan niyatlariga yetkazsin. Duosi ijobat bo'ladigan bandalardan qilib qo'ysin. Zurriyotlaridan qorilarni chiqarsin. Hech Baytullohning imomlarini chiqarsin. Alloh rahmatga Alloh.